5 daqiqada umurtqalararo disk churrasi haqida bilishingiz shart bo'lgan faktlar bilan tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum, men doktor Elbek. O'z tajribamdan kelib chiqib, sizlar bilan umurtqalararo disk churrasining kelib chiqish sabablari, uni tashxislash va davolash haqidagi foydali maslahatlarni berib o'tmoqchiman. Disk churrasi skelet mushak tizimining keng tarqalgan kasalligi bo'lib, u fibroz tolali halqaning yorilishi bilan diskning pulpoz yadrosining ko'chishi natijasida yuzaga keladi. Bu holat kuchli og'riq, harakat cheklanishi va boshqa nevrologik belgilarga olib kelishi mumkin. Ko'pincha churralar umurtqa pog'onasi bel qismida, kamroq bo'yin va ko'krak umurtqalarida paydo bo'ladi. Xo'sh, umurtqalararo disk churrasi kelib chiqish sababi nimada? Umurtqalararo disk churralari turli omillar ta'sirida rivojlanadi. Birinchisi, yoshga bog'liq o'zgarishlar. Vaqt o'tishi bilan disklar elastiklik va namlikni yo'qotadi, odatda 30 yoshdan so'ng. Bu esa ularni shikastlanishga ko'proq moyil qiladi. Biroq disk churrasi 10 yoshdan kichikroq bolalarda ham uchrash ehtimoli bor. 84% insonlar kamida bir marotaba umrida bel og'rig'ini his etadi. Ikkinchisi, jarohatlar va haddan tashqari zo'riqishlar. Og'ir narsalarni ko'tarish, to'satdan harakatlarni qilish yoki uzoq vaqt davomida noqulay holatda qolish fibroz halqaning yorilishiga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, kam harakatli yashash tarzi. Zaif bel mushaklari va jismoniy faollikning yetishmasligi umurtqa pog'onasidagi zo'riqishni oshiradi. To'rtinchisi, semizlik. Ortiqcha vazn intervertebral disklarga qo'shimcha bosim o'tkazadi. Beshinchisi, genetik moyillik. Ba'zi odamlarda tug'ma biriktiruvchi to'qima zaifligi mavjud bo'ladi. Churralarning simptomlari ularning joylashgan joyiga va nerv ildizlari yoki orqa miya siqilish darajasiga bog'liq bo'ladi. Og'riq. Zararlangan disk sohasida o'tkir yoki surunkali og'riq qo'l, oyoq yoki tananing boshqa qismlariga tarqalishi mumkin. Karaxtlik va quvvatsizlik. Qo'l va oyoqlarda innervatsiyaning buzilishi bilan bog'liq. Sezgi buzilishi. Ko'plab nina sanchilishi, hasharotlarning urmalagandek hissi yoki zararlangan nervlar tomonidan innervatsiya qilingan sohada sezuvchanlikning yo'qolishi. Harakat cheklanishi. Belda qotib qolish, egilish va bukilishdagi qiyinlik. Og'ir holatlarda tos a'zolarning faoliyatining buzilishlari, masalan, siyish va ichib kelishi bilan bog'liq muammolar kuzatilishi mumkin. Odatda S2, S4 nervlar ildizlari siqilishida kuzatiladi. Tashxislash. Disk churrasini tashxislash uchun quyidagilar qo'llaniladi. Magnit rezonans tomografiya. Yumshoq to'qimalarni, shu jumladan disklar va asab tuzilmalarini ko'rish imkonini beruvchi eng samarali usul. Odatda disk churrasi magnit rezonans tomografiya orqali aniqlanadi. Biroq MRTda disk churrasi umumiy belgisi bo'lmagan insonlarda aniqlanishi ham mumkin. Kompyuter tomografiya. Asosan magnit rezonans tomografiya mavjud bo'lmasa va suyaklarda o'zgarishlar bo'lsa ishlatiladi. Rentgen suyak tizimining holatini baholashga yordam beradi, lekin disklarning o'zini ko'rsatmaydi. Nevrologik tekshiruv reflekslarni, sezgi va mushaklar kuchini tekshiradi. Davolash. Disk churrasini davolash uning hajmiga, joylashishiga va simptomlarning og'irligiga bog'liq. Bu konservativ yo jarrohlik davosi bo'lishi mumkin. Konservativ davo. Dori vositalari. Og'riq qoldiruvchi vositalar, yallig'lanishga qarshi dori vositalar, mushaklarni bo'shashtiruvchi vositalar. Fizioterapiya, elektroforez, magnit terapiya, lazer terapiyasi. Jismoniy mashqlar, bel mushaklarini mustahkamlash va umurtqa pog'onasining egiluvchanligini yaxshilash uchun mashqlar. Massaj va manual terapiya. Mushaklarning tarangligini bartaraf etadi va qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Korset taqish. Umurtqa pog'onasiga tushadigan yukni kamaytiradi. Keyingisi jarrohlik davosi. Konservativ davo samarasiz bo'lganda, qattiq og'riqlar yoki orqa miya shikastlanishi xavfi mavjud bo'lganda ko'rsatma hisoblanadi. Zamonaviy usullar. Mikrodisktomiya, endoskopik usulda churrani olib tashlash va lazer yordamida diskni bug'lantirish usullarini o'z ichiga oladi. Profilaktika. Disk churrasini rivojlanishi xavfini oldini olish uchun
quyidagilar zarur: faol turmush tarzini olib borish, bel mushaklarini mustahkamlash, umurtqa pog'onasiga ortiqcha zo'riqishdan chetlanish, qomatga e'tibor berish, vaznni saqlash, uzoq o'tirib ishlagan vaqtlarda qisqa muddatli tanaffuslar qilish. Yodda tuting, umurtqa pog'onasi disk churrasi jiddiy kasallik, ammo o'z vaqtida tashxis qo'yish va to'g'ri davolash bilan hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilash mumkin va asoratlardan qutulish mumkin. Agar bel og'rig'i yoki boshqa belgilarga duchor bo'lsangiz, albatta shifokorga uchrashing. Keyingi videolarda har bir davolash usulining ustunligi, kamchiligi va dori-darmonsiz disk churrasi belgilaridan qutulish yo'llarini bilib olasiz. Kanalimizga obuna bo'ling va tasdiqlangan ilmiy ma'lumotlardan xabardor bo'lib turasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.